Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq ochiq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yilqin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi suhbatimizda qimmatli bir mehmonimiz studiyamizga taklif qildik. U bo'lsa ijtimoiy fanlar doktori professor Ablat Turan, o'zi Rossiya ijtimoiy fanlar akademiyasining asli a'zosi va tarixshunos olim. Shunaqla O'rta Osiyo Uyg'urlarining orasida birinchi bo'lib ijtimoiy fanlar doktori bo'lgan hurmatli Ablat Turan akamizni taklif qildik. O'zining qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun o'zidan ko'p rahmat aytamiz. Va alaykum assalom. Hurmatli Abdullah. Birinchidan men mamnuniyat bilan bir o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shu Turkiyaga, Istanbulga, Güzel İstanbul shahriga kelib, bu yerda shu Uyg'ur studiyasi borligini anglab, bu yerga meni chaqirganinglar uchun men cho'ng rahmatimni aytaman. Men Istanbulga 92-yili birinchi qurultoyga kelib qatnashib, o'sha vaqtlarda bizni bir top Uyg'ur qarindoshlarimizni shu vaqtda Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Süleyman Demirel qabul qilgan edi, eslayman. Ayet samimiylik bilan o'sha vaqtlarda menga men bu paytda Rossiyada yashaydigan, Rossiyada istiqomat qilma, shuningda menga so'z berganda shu Süleyman Demirel menga qartib, sen nayta muhim davlatdan kelsa, sening vazifalaringni biri shu Türk dunyosini birlashtirish, Türk xalqlarining va tarixini birlashtirish, Türkiye xalqlarining umumiy tarixini ro'yobga chiqarish degan bir fikrlar bo'lgan. Shuning uchun men mana oradan 25 yil o'tibdi. 25 yilda nasib qilgan ekan, mana yana qaytadim kelib va shu bilan birga men O'rta Osiyoda yashaydigan Uyg'ur qarindoshlarimizdan cho'ng salomni yetkazib keldim. Bizning xabarimiz bor, Turkiya davlatida mana bir ma'lumotlarga qaraganda bir 300 ming yaqin Uyg'ur qarindoshlar istiqomat qiladi. Men shu fursatdan foydalanib, avvalo birinchidan shu Turkiya Cumhuriyetining rahbarlariga, Cumhur Başkanıga, Tayyip Recep Erdoğan'a, Türkiye hükümetiga öz samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchimanki, shunchalik yer yuzida shunday bir davlat borki, Uyg'urlarga boshpana berib, beshini silab, bayrog'ini ko'tarib chiqishga ruxsat berib, dunyo miqyosida bizning xalqimizning huquqlarini himoya qilib, bizning dardimizni tinglaydigan bir zamin borki, shu zamin har doim shunday bo'lsin. Rahmat shu Türkiye hükümeti için biz bir tug'ishgan xalq biz, qonimiz mi bir, madaniyatimiz mi bir, tilimiz mi bir. Şu vaqtda bizning uchrashish jarayonida Süleyman Demirel bir so'zni aytdiki, bizning bobolarimiz, ota bobolarimiz o'sha yani kelgan, shu maqolada kelgan deb. Shuning uchun men yana bir bor shu o'zimning samimiy minnatdorchiligimni shu Uyg'ur xalqiga bo'lgan munosabati, Uyg'ur xalqiga bo'lgan g'amxo'rligi uchun men cho'ng o'zimning samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat, Alloh razı olsun. Doktor, endi sizni ozroq kirishdi, faqat unvoningizni ham tilg'alib o'tdik. Tunji qatim Istiqlol ekranida sizni tanishtirishga, siz bilan ham suhbatda bo'lishga muyassar bo'ldik. Siz o'zingizni biroz texnik tafsiliy bir tunasak, o'zingizni tushuntirib o'tgan bo'lsangiz, siz nima dedingiz? O'zingizni o'qish jarayoni bo'lmasa. Men o'zimning to'rimda endi ilmiy ma'lumotlarni berishim mumkin. O'zim asli tegim G'uljudun. 1951 yilda men G'ulji shahrida tug'ilgan. Mening dadam G'ayni Karvan shu G'uljida hurmatli tijoratchi bo'lgan, yaxshi
imkoniyatlarga ega, iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lgan, ammo yuragida o'ti bor va millatparvar, vatanparvar va o'z xalqiga xizmat qiladigan insonlardan biri bo'lgan. Bizning mayli do'ng maylida cho'ng bo'lganman. Shu do'ng maylida dadam o'zining mablag'iga, o'zining nima chiqargan xarajatlarga o'zining yerida shu boshlang'ich maktab ochgan. Boshlang'ich maktabni ochishda shu birinchi yilda bir 100 ga yaqin bolalar o'qishga kelgan. Hamda u maktab boshlang'ich bo'lgani uchun 1-sinfdan 3-sinfgacha kelgan. Shu vaqtda askan muallimlar kim o'qitdi degan masala qo'yilganda 1930-yili o'tgan asrning boshlanish yillari. Shunda Turkiyadan 2 muallimni shu da'vat qilib, chaqirib taklif qilishdi. Shu maktab keyingi yillarda shu bizning shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti vujudga kelish davrlarida xili dongga chiqib, u maktabda butaganlar, keyinchalik Urumchi, Qashqar, cho'ng shaharlarga berib, ta'lim olib, oliy ma'lumotli bo'lib, ularning ichida nihoyatda cho'ng shoirlar yetishib chiqqan, cho'ng ziyolilar, olimlar yetishib chiqqan. Ana shu nima eslaymanki, shu maktabda Ro'shan maktabi deb ataladi. Bu maktab tekshib bor. Hamda men shu borgan yillarimda dadamning suratlarini esib qo'yibdi shu maktabga. Shu dars jadvallarigacha shu dadamning suratlari borki, kelgan askan u yerda men shu o'qituvchilar bilan, maktabning mudiri bilan ko'rishganimda shular bir fikr etdiki, biz hukumatning oldida bu masalani qo'ydik. Sizning dadingizning ma'rifatparvarligini bilgan holda shu maktabga sizning dadingizning nomini qo'yish, ismini qo'yish. Biz buni hukumatdan hozir qarorini kutyapmiz. Qaror chiqishi bilan askan biz bu maktabga g'ayna karvon deb o'sha nomni qo'yamiz, g'ayna qahar deb nomni qo'yamiz deb meni bak qo'shal qilishdi. Endi biz u yerdan 55-yili chiqib ketdik, ma'lum bir sabablarga ko'ra. Endi birinchi yashagan joyimiz Qozog'iston bo'ldi. Qozog'istonda shu cho'ngchig'anda bir qishlog'ida Uyg'urlar zich shu ko'chish davrida ko'pincha shu Yarkatda atrofida qolgan. Shundan keyin biz O'zbekistonga ko'chib o'tdik. O'zbekistonda cho'ng bo'lib, azroq keyin yerda bir universitetni bitirib, tarix fakultetini bitirib, keyin 1980-yilda men shu ilm-fanga qiziqqan holda shunga men Moskvaga yo'llanma elib, shu Moskvada men bütün ilmiy ishlarimni Moskvada hal qilib, shu tadqiqotlarni o'tkazib, 1985-yili bizda nomzodlik dissertatsiya edi. Shu dissertatsiyani himoya qilib, nomzod fan nomzodi degan nomni elib, dotsentlik nomini elib, keyin meni bu yerda sen bizga kerakli odam kelsa, bizda ishda qolsamashadi deb ishda ep qilib, keyin 90-yillari Rossiya Fanlar akademiyasida Qashida ijtimoiy tadqiqotlar instituti ochildi, yangi institut. O'sha institutga men cho'ng ilmiy xodim bo'lib o'tib, shu anaskan 90-95-yilning ichida men bir yirik bir muammoni elib, shu 5 yil ichida bir cho'ng kitobni yozib, doktorlik dissertatsiyasini himoya qilib, 95-yili professor unvonini elib, keyin 96-yili meni Moskva davlat universitetiga, shu sotsiologiya fakultetiga professor o'qituvchi bo'lib chaqirib, o'shada xizmat qildik. Shu keyin 1994-yili Rossiyada Uyg'urlarning tarixini o'rganish manbalarini aytishim. Asos borki, 19-asrlarning boshida, 5-ida shu Rossiya olimlari bizning vatanimizga berib, ko'p tadqiqot ishlarini epirib, tadqiqot ishlarining natijasida ko'p yirik asarlarni yozib chiqargan. Uyg'urlarning tarixi, madaniyati, tili, san'ati bo'yicha. O'shani inobatga olgan holda Rossiya Fanlar akademiyasida Qashida Sharqshunoslik instituti bor, Tilshunoslik instituti bor, etnografiya instituti bor. Shularning olimlari bilan men biz suhbatda bo'lib, biz bir Uyg'ur jamiyatini ochsaq shu yerda, shu Uyg'ur tadqiqotlarini bir yaxshi o'rniga qo'ysak degan taklifimni ular qo'llab-quvvatlab 1994-yili Rossiyada biz Uyg'ur ilmiy ma'rifiy jamiyatini ochdik.
Menen başa cemiyetke meni rahbar kılıp saylaşıp, özüň tashabbus berdin, endi özüň bunu başkaryp, özüň şunu yürgüsüzse dep. Bu bir çoň bir medeni hayatımızda çoň bir buruluş boldu da. O etibar beriş, makalaş. Şunun içinde bizden de bir jurnallarını çıkarış, tatbikatlarını yapış, yani bir rejelerimizi qarap bir geri çıkarsak, Uygur tilde Uygurlarning Uygur ovozi degan nomni qo'yib, shu biz Rossiyada bir Uygurlarning ovozini bir chiqaraylik degan maqsadda shu boshqa bir ishlarni qildik, hammasi qildik-da. Shu. Endi bu qisqacha mening ilmiy biografiyam shundan iborat. Men ko'pincha bugun suhbat doirasida ko'pincha shu O'rta Osiyoda yashaydigan Uyg'ur qarindoshlarimizning hayoti, shularning turmushi haqida, ularning hozir qanday bir huquqlarga erishgani to'g'risida. Buni nihoyat bilgimiz borda, siz ham ta Qozog'istondan boshlangan bu hayotingiz kichik vaqtdan boshlab Ülkenin Özbekistan, ülkenin Moskva'da uzun yıllık hizmet. Bu nurgun uyada hem bizden Uygur milleti için, vatanımız için olan eserlerini tüzüp çıkardık oldu. Biraz bunun programında bunun tüzük kitapları oldu. İnşallah bunu tanıştırıştım bu kitaplarda. Sizin şu sırtı yaşayan, Avrupa'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan halkımız için. Orta Asya'da nurgulgan halkımız vardı. Uygur milleti yaşayan, hem devletlerde. Müşahedeki Uygurlarımızın ahvalını biraz sizin anlatsak, elbette biz kızıklanmasın. Ben hoşaldığım bilen ben bu malumatını berişke tayyorman. Birinchi dün Qozog'istonni alaylik. Mana Qozog'iston mustaqilligini erishganiga mana 26-27 yil ketgan bo'lsa, shu 27 yilda shu Cumhuriyetning davlatning ustida Nursulton Nazarboyev boshqaryapti. Shu odat siyosatiga qarab ko'p millatlik Qozog'iston davlati hozir dunyo arenasida o'zining hurmatiga sazovor bo'lib, hozir nomi chiqdi bu Qozog'iston. Hamda Qozog'istonning futuqlarida, erishgan futuqlarida albatta bizning Uyg'ur qarindoshlarimizning hissasi bor. Endi ma'lumotlarga qaraganda, rasmiy va ekspert ma'lumotlarga qaraganda bugungi kunda Qozog'istonda bir 800 mingga yaqin Uyg'urlar yashaydi. Rasmiy raqam bu endi bizning hisobimiz bo'yicha rasmiy raqamda 453 ming. Rasmiy davlat hukumat tomonidan endi bu Qozog'iston hukumatiga ro'yxatga elish jarayoni bu nihoyat qimmat turadi, qimmat o'tilgan jarayon. Shuning uchun masalan cho'ng davlatlar bu 20 yilda 30 yilda bir ro'yxatdan o'tkazadi. Qozog'iston oxirgi yillarda 1982 yilda o'tkazgan ro'yxat bo'yicha endi 453 ming berilgan. Albatta endi u yerdagi yashayotgan Uyg'urlar bu raqam bilan hech qo'shilmaydi. Chunki Uyg'urlarning o'zi Olmutining o'zida bir 500 mingga yaqin Uyg'urlar yashaydi. Bu yerda Yarkat, endi qisqasini esa shu 800 ming atrofida Uyg'urlar istiqomat qildi. Bizni qo'shal qiladigan bir joy bor. Baş O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'urlarning markazi Olmuta. Birinchidan bu yerda Uyg'ur dramatik teatrimiz bor. Bu teatr 1934-yili O'zbekistonda ochilgan, 43-yilgacha faoliyat ko'rsatgan. Bu yerda hali cho'ng adiblar, dramaturglar, shoirlar, nimalar, aktyorlar yetishib chiqqan. Keyin askan Qozog'istonga ko'chib o'tib, hozir Cumhuriyetlik Uyg'ur drama teatri deydi. Olmutining bir chiroyli ko'chalarida joylashgan. U ta'mirlanib, shu yerda hozir bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz butun mana shu Uyg'ur xalqining ijodiga oid butun spektakllarni, nimalarni, konsertlarni ko'rdi. Bundan tashqari Olmutida 60 dan ortiq Uyg'ur maktablari bor. U Uyg'ur maktablari Uyg'ur adabiyotiga ega, Uyg'ur tilida dars beradi. Uyg'ur klassik adabiyotdan tortib da Uyg'ur tarixicha hamda Uyg'ur tilida, ona tilida o'tadi. Yana ikki Cumhuriyetda gezi chiqdi. Biri Uyg'ur ovozi degan gezitda, u Uyg'ur Latin
imlasida chiqadi o. Uyg'urcha yangi hayot degan mavzu hozir arab imlasida chiqadi. Uni o xatni o'qiydigan odamlar Qozog'istonda kamayib ketgan tufayli cho'nglar o'lib ketdi, yoshlar uni o'qimadi, yoshlar latin alifbosida cho'ng bo'lib o'qib qo'ygani uchun u gazet o'zidan o'zi sun'iy ravishda chiqmay qo'ydi. Keyin ikkinchi Osiyo bugun degan bir gazet bor. U rus, qozoq, uyg'ur tilida chiqadi. Men nayt yosh ko'rma gazetni meni ko'p maqolalarim o'sha gazet orqali chiqaraman. Ve 3 dal yenişmisem 3 jurnal var. 3 jurnal çıkdı. Nayt ondan yaxşı imtiyazlık payla, yaxşı onun içindeki berilvatkan malumatlar şu Kazakistan'ın Uygurları, dünya Uygurlarının haberleri, medeniyet tamamından, sanat tamamından erişilgan. Endi yana bir kıskaça bir narsani aytishim lazım bo'ladi. Kazakistan'da yaşayotgan Uygurlarımız fan sohasi bo'lsin, madaniyat sohasi bo'lsin, san'at sohasi bo'lsin, tijorat sohasi bo'lsin, sport sohasi bo'lsin, mash sohalarda nayta mashhur insonlar chiqib ketdi. Olimlarning o'zida bir 100 ga yaqin fan doktorlari, professorlar bor. Bir Qozog'istonning o'zida fan nomzodlari deymiz, 300 dan ortiq fan nomzodlari bor. Uning ichida akademiklar var. 4-5 akademiklarımız var. Nayetli bu Kazakistan'ın özlemet, Kazakistan'ın çetedimi tonulgan öz sahalarda, her xil sahalarda, biyologiya bolamdı, matematika bolamdı, rassamçılık. Kazakistan'ın özünde bir 4 tal rassam var. Uygur rassamları. Kazakistan'ın sanatını harici memleketlerde, chet elge berip tonutturgan, aşı bizden Uygur karindaşlarımız oldu. Bana hoşallık bolgan dersler şu. Hem de müşahede, mektep doğrusu paramızda vaktimizde siz tarihi ahvalını yaxşı bilirsiniz. Vatanın içindeki Uygur halkı olan ula 60 mektep dağılmasında Uygur dili öğütülgen bilen alfabe mesela Kırımca yoki Latin yazıqidagi ya Slavyan yazıqidagi mesela bu vatanın içindeki Arap ilifbasidagi til işletilmey bir yer bu narsa vatan bilan bo'lgan aloqa amaliyotda agar arab ilifbasi ishlatilgan bo'lsa ham hozir vatan bilan bo'lgan munosabatni ularning chiqqan kitoblarini xotirjam rahat o'qish masalasi bo'lsin biroz munosabatni ham quyuq bo'lgan bo'ladi bu tilda ishlatilib qolishning sababini so'zlab qo'yaman. Endi bu yerda bu masalan bu Olmutdagi vaziyatni men sizga ozroq qisqacha ma'lumotlarni berdim. Agarda biz yana ichkariroq kirib Uyg'ur rayoniga boraylik, mana Uyg'ur rayoni bor. Qozog'istonda Uyg'ur rayoni bor. Mahsul hokimimiz Uyg'ur, maktablarimiz Qozog'istonning ichida, Taldiqo'rg'on viloyatida Uyg'ur rayoni bor. Uyg'ur rayoni hamda shu bizning vatanimizga yaqinroq joy, Qo'rg'oslarga, Yarkatlarga kirib ketgan Cho'nja, Qo'rg'os hammasi bir joylarda joylashgan. Ana uyalarda arab tilida, arab imlosi bor. Hozirmi bor, imlat bor. Ikkinchidan yana bizni tarixiy vatanimiz bilan bog'lab turadigan adabiyotlar bor. Endi ko'p adabiyotlar u vatandan bir mana shu erkinlik vaziyatlar bo'lgan paytda shu bir kirib chiqish bo'lgan vaziyatlarda ko'plab xil kitoblar chiqqan. Masalan, men 2 yil davomli bo'lgan bo'lsam, 2 yil chiqamadan kitobni ko'rib chiqqanman. Kerakli tarixiy, madaniy, har bir rasmiy chiqqan kitoblarni hammasini ko'rib chiqqanman. Shuning uchun u yerda manbalar bor. Manbalar bor. U uzilib qolish degan masala yo'q u yerda. Lekin albatta har bir davlatning o'zining bir siyosati kelib chiqqan holatda iqtisodiy siyosati bor, ijtimoiy siyosati bor yoki bu demografiya siyosatiga kelib qolganda albatta bu jarayon asta bir o'z ta'sirini ko'rsatadi. Öz ta'sirini ko'rsatdi. Menimcha o'sha ta'sirlar iqtisodiy ta'sirlar bor bu yerda, masalan, o'sha kitoblarni chiqarish, masalan, ta'minlash, o'quvchilarni nima qilish, ko'plab imtiyozlarni yoritish. Ularga iqtisodiy mablag' yetishmagan ekan, u tabiiy holatda o'zini azroq sayib qoldi. Lekin hozir endi sal bu jarayonlar vatanimizdagi ishqirlik bo'layotgan hozir biz xabarlarni anglayapmiz endi o'sha xush xabarlar endi bu bizni diqqatimizga bizning holatimizga yaxshi emas bu xabarlar.
agarda masalan shu aloqalar agarda to'xtab qolmasa, nima qilmasa, yanada bizning bo'lgan o'zimizning tarixiy ona vatanimiz bilan bo'lgan aloqalar uningdan yaxshi bir o'ringa chiqqan bo'ladi deb o'ylayman-da. Endi yana O'zbekistonda bizning hisobimiz bo'yicha shu 150 mingdan oshiq Uyg'urlar yashaydi. Asosan zich yashaydigan joyi endi Toshkent, Sirdaryo viloyati. Toshkentda bir viloyat, Toshkent viloyatida ikki bizda kolxozda edi, endi o'sha jamoat xo'jaligida edi. Jamoat xo'jaligida u yerda 5 ming, 10 ming yashaydigan bir ikkita jamoat xo'jaligi bor. U yerda yashaydi. Asosan Andijonda yashaydi va Toshkent shahrida. Endi O'zbekistonda respublikalik Uyg'ur madaniy markazi mavjud. Toshkent shahar madaniy markazi mavjud va Toshkent viloyatlik Uyg'ur madaniyat markazi. Yaqin orada mening xabarim bo'yicha yaqin orada u yerda Taklimakan degan bir jurnal rasmiy chiqishga boshladi. Hukumat tomonidan e'tirof qilib, yilda 4 qitim chiqadigan jurnalni, uning o'sha O'zbekistondagi yashaydigan Uyg'urlarning madaniy hayotida, iqtisodiy hayotida erishgan yutuqlarini to'g'risida har xil ma'lumotlar bo'ladi. Shunaqlar bo'ldi. Uni men azroq bir qismini qo'shib qo'ydim. Masalan, O'zbekistonning mashhur Uyg'urlari deb men bir kalendar chiqardim. O'zbekistonda xuddi Qozog'istonga o'xshagan bir 20 ga yaqin fan doktorlar, professorlar bor. U yerda 3 mashhur rassomlarimiz bor. Uyg'ur O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlarimizdan bir 5'i bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arboblaridan 3-4'i bor. Xullas bizning O'zbekistonda yashayotgan Uyg'urlarning mavqei nati cho'ng. Qilgan ishlari, natijalari, hurmati, kelgan o'zbek xalqi bilan Uyg'ur xalqi bu bir millat, bir xalq, madaniyatimi, tariximi hammasi bir bo'lgani uchun yerda yashaydigan Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zini o'z ona vatanida yashaganda his qiladi, chunki hech qanday bir ish farq bo'lmagan ekan. Masalan, tilda, madaniyatda farq bo'lmagan ekan, shu munosabat oshnaga qarab o'zida san'atidami hech qanday nima yo'q. Ayniqsa o'sha madaniy kunlari bo'ldi. O'sha madaniy kunlarda shu Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zining o'sha san'atlarini chiqib ko'rsatib, hukumatning oldida o'sha cho'ng-cho'ng bayramlarda, Navro'z bayramlari bo'ldi, mustaqillik bayramlari bo'ldi. U yerdami shu Uyg'ur san'atiga joy ajratilgan shunday bir proseslar bo'ldi. Navbatdagi Qirg'izistondagi yashaydigan qarindoshlarimiz texnik yaxshi, u yerda endi ma'lumotlarga qaraganda 75 ming Uyg'ur yashaydi deydi. Bu aniq ma'lumotlar. Endi asosan shu Osh viloyatida, Bishkekda joylashgan. Ular u yerdami bir gazet, Cumhuriyetlik gazet chiqdi. Va bir jurnal chiqdi. O jurnalning bosh muharriri, men Bishkekka ko'p borman, bir kuni borganimda bir adam bilan tanishib qoldik. Men dadangizning qurgan maktabida o'qiganman deb u odam o'rnatdi. Voy, sizdek odamni ko'rishganda biz odam bilan quchoqlashib, Akbar Bovudinov deydi, falsafa fanlari nomzodlar, chiroylilar. Shuningga anlatgan ko'rishib, o'sha gazetda ikki tilda chiqdi. Uyg'ur tilida, arab imlosida va lotin imlosida chiqdi. U yerdami Uyg'urlarning mavqei nati cho'ng. Men bilamanki, masalan, boshqa respublikalarga qaraganda, agarda Qozog'iston Cumhuriyatida bir deputat, bu Uyg'urlardan chiqqan bir deputat bo'ldi, Murat Ahmadi degan bo'lsa, u yerda Uyg'urlardan chiqqan bir deputat Qirg'iziston parlamentining shu nimasining a'zosi bo'lib 8 davomli 8 yil davomida shu Tursunta Salimov degan bir Uyg'ur qarindoshi. Xullas qisqacha agarda aytadigan bo'lsak, Qirg'izistonning Uyg'urlarning ahvoli yaxshi, ular endi ko'proq erkinlikka ega. Ular ko'proq demokratiyani qo'llab, ko'proq Uyg'urning masalasini ular ochiq, oydin, ochiq yezib, ochiq aytadigan nimalarga qo'sh bo'ladigan joylar ko'p ular. Ochiqdan ochiq nima qildigan, maydonda qilgan. Va Turkmanistonda yashaydigan Uyg'urlarimiz bu yerda sal kamroq, soni bir 15 mingga yaqin. Bu yerda qiziqlik joyi shuningki, Abdulla.
1905-yilda Uyg'urlarni ko'chirib olib qolgan ekan u yerda. Taranchi sifatida, bular Uyg'urlar Turkmanistonga bular bilan shug'ullanadi, dehqonlar bular hamma cho'lni boqqa aylantirib o'tadi deb, o'sha maqsadda bir 200 oilani Turkmanistonga olib borib, o'sha Bayram Ali atrofida joylashtirgan ekan. Shu 1985-yilda biz Turkmaniston Uyg'urlarni o'sha ko'chib kelgan ekan 100 yillig'i bordik. 100 yıllığı nişanlandı. Aşağıda bizning bir og'inimizning Savut Mullavudov degan bir olim Uyg'ur qarindoshimizning onasi shu birinchi ko'chib kelganlarning ichida 5 yoshga kirgan bir qiz bo'lgan ekan. Shu momam bilan ko'rishdik, u momay 105 ga kirib, texcha shu vaqtda hayot bo'lgan ekan. Shu momani oldiga kirib biz so'raganda ko'p narsani eslolmayman. Lekin keyinchalik hayotimiz qiyinchiliklarni ko'rdik, keyinchalik hayotimiz yaxshi bo'lib ketdi deb hozir Bayram Alida zich yashaydigan Uyg'urlarning joyi asha bo'lib qoldi Turkmanistonda. Ma'lumotimga qaraganda Tojikistonda hali Uyg'urlar bor, lekin soni kam. Biz u yerdagi Tojikistondagi Uyg'urlarning to'g'risida qancha Uyg'ur Turkmanistonda? Turkmanistonda 15 ming edi. U yerdami biz buni kutgan odamlar, u yerda shundoq meni hayrat qoldirgan joyi Turkmaniston, masalan, Turkmanistonda yashab Turkman tilini Turkmanlarga dars beradigan biz Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan uchrashib ko'rdik. Bunday alamat bir voqeada. Lekin qayerda yashamasin, başka Uyg'ur qarindoshlarimiz, başka O'rta Osiyoning 5 jumhuriyatini qisqacha ta'riflab berdim. Qayerda yashamasin, ashada Uyg'urlarning o'sha urf odatlari, Uyg'urning mashribi, Uyg'urning chaqchaqi, Uyg'urning laqam qo'yishlari, laqam bilan chaqirishlari, eshitishleri, xullas o'zimizning e'tiqodimizga yaqin bo'lgan narsalar, fazilatlar saqlanib kelyapti. Endi bir qo'l so'zlab o'tdik, bo'libmi O'zbekiston masalasini hamda yaqinda o'sha Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin O'zbekistonda boshqacha bir o'zgarishlar bo'ldi. Axborotlardan biz yiroqdan axborotlarni ta'qib qilib turyapmiz. Uni bilgan uzun yil Islom Karimovning hukmi davom surgan. O'zbekistondagi bu darajada jiddiy o'zgarishni, bu o'zgarish qanday qaraysiz, qanday bo'lib shakllanadi? Nurg'un yillardan buyon borolmayotgan, Turkiyada yashayotgan, O'zbekiston qaytarmayotgan o'zbeklarning qaytayotganligini anglayapmiz Turkiyada. Bu siyosatning jiddiy shaklda o'zgarishi. Buni ma'zurab qo'yishimiz oson bo'ladi. O'zbekiston O'rta Osiyoda aholisi eng cho'ng mamlakat. Bugungi kunda 32 milyon deb berildi. Endi O'zbekiston azaldan shu Sharq mashali deb nom olgan. O'zbekiston haqiqatda ham fan sohasida, madaniyat sohasida O'rta Osiyo xalqlarining markazi bo'lib hisoblangan. Endi uning tarixiy shaharlari bor, Samarqand, Buxoro, Xiva. Ular bizning Qashqa, Xo'tdan, Turponga o'xshagan 4000 yillik, 3000 yillik, 5000 yillik tarixga ega shaharlar. O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilingan yillarda, shu 20 yil, 25 yillarda hali cho'ng yutuqlarga erishdi. Shu yutuqlar hamda butun O'zbekistonda 130 millat yashaydi. 130 millat. 130 millat. Shu 130 millatning ichida Uyg'urlarmi? 30 million xalqning ichida 130 millat yashaydi. Millat, ellat. Endi shu 130 millat O'zbekiston o'zining vatani deb hisoblaydi. Yaqin orada O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qishida millatlar o'rtasida munosabat va sharq va xorijiy mamlakatlar bilan aloqani tiklash markazi ochildi. Bu o'sha millatlarga bo'lgan munosabati, O'zbekiston davlatining siyosati o'zgarganining dalolatini berdiki, milliy siyosatni yana yuqori bir bosqichga chiqish belgisi deb o'ylayman. Endi bu Shavkat Mirziyoyevni biz hammamiz sayladik. Shu qatorda men qatnashib sayladim. Saylab bu adam naytı devlet işlerinde tecrübesi çoğun. Bu iş faaliyetinde bu adam insan
bir viloyat hokimi bo'lib ishladi. Jizzax viloyatida, keyin Samarqand viloyatida hokim bo'lib ishladi. Keyin 10 yil mobaynida bosh vazir bo'lib ishladi. Xeyli tajribasi cho'ng ega. Keyin to'satdan bu O'zbek xalqiga kelgan tushgan musibat bu Islom Karimov vafot etib qoldi. Vafot etgandan keyin xalq shu odamdan yagona munosib nomzod qilib sayladi. Shu saylagandan beri endi siyosat o'zgarish, mening munosabatim ijobiy. Ijobiyligi shundan iboratki, birinchidan mana oxirgi 10 yilni olsak, oxirgi 10 yilni olsak. Shu 10 yilda qilinmagan ishlar 1 yilning ichida. Ajoyib. Ha. Birinchidan mana 8 davlatga viza olmasdan kirdigan qildi. Uning ichida Turkiya davlati bor. Birinchi qadami, prezidentning birinchi qadami qo'shning bilan yaxshi bo'lsa, munosabating yaxshi bo'ldi deb birinchi Qirg'izistonga bordi. Tojikistonga bordi. Turkmanistonga bordi. Qozog'istonga bordi. Biz bir qo'shni davlatlarda inoq yashaylik, birga bo'laylik, do'stlashaylik deb oxirgi shu 10 yilning ichida sovuq munosabatlar, men liderman, sen lidersan, men oldiga o'taman, men boyman, men ilg'orman degan so'zlar o'zini-o'zi tovanga tushib qoldi. Shu xo'sh qilgan tomonlar shu. Ikkinchidan mana Turkiya Cumhuriyatining bosh baqani, Cumhur baqani bilan uchrashishlar bo'ldi. Uning ichida uchrashishlar bo'lib, xeyli hujjatlarga imzolar chekildi. Bu hujjatlar cho'ng imkoniyatlarni ochdi. Birinchidan O'zbekistonni chet el xorijiy mamlakatlar uchun ochdi va O'zbekistonni u boshqa mamlakatlarga kirishga nimalarni kuchlanib qildi. Buning ichida endi hozir bu Turkiyadan bo'lgan masalan hozir cho'ng bir delegatsiya bordi. Masalan madaniyat va turizm bakan boshchiligida berib nayta ko'p hujjatlarga imzo chekildi. Shu demak bu yerning bir 30 ga yaqin cho'ng sayyoh kompaniyalarining rahbarlari berib bu yerda shartnomalarni tuzib o'ziga kerakli qiladi. Undan keyingida tijoratchilar o'z fikrlari bilan kirib O'zbekistonga qanday tomondan biz yordam qiladigan Turkiya Cumhuriyati turk tijoratchilari qaysi tomondan yordam berishganini aniq rejalar tuzilib nima bo'ldi. Shuning uchun berish, kelish oson bo'ldi. Endi hozir shu yeng siyosatga agarda nazar tashlaydigan bo'lsak, berib kelishi, fuqarolikni elish, vizalarni elish, tuqqan ko'rish, sayohat qilishlar bu ancha yengil nimalarga o'tdi. Fikr ijobiy. Men o'ylaymanki, shu yaqin orada, shu 1 yil, 2 yilning ichida O'zbekiston undan ham ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Chunki g'ayrat bor, kuch bor, aql idroq bor, imkoniyatlar bor, salohiyat bor. O'zbekistonda masalan O'zbekiston bugungi kunda hech kimga qarz davlat emas. Qozog'iston qarzi bor, Qirg'iziston qarzga betib yotadi. Qo'shni mamlakatga Xitoyga nihoyatda ko'p qarzi bor, Qirg'izistonning, Qozog'istonning. O'zbekiston hech kimning qarzi emas. Shu faxrlanib yetadigan joyi. Xo'sh, endi shu ilmiy asarlaringiz, ilmiy xizmatlaringiz haqida biroz mana bunga men bu mening kasbiy faoliyatimga men jinim bilan bir javob bilmay qisqacha vaqtni biz qadrlagan maqsaddan men bu yerga kelishimning maqsadi bor. O'zi bu yerga qayerdan keldingiz deb so'rasangiz, birinchi navbatda Moskvada ben hozir Moskvada ishlayapman. Moskvada bir projektim bor. Shu bu projektim Rossiya geografiyalik jamiyati bilan hamkorlikda bir kitobni yaratib, shu kitobning ustida men manbalar ustida o'tirib yozyapman. U kitobning nomi qadim Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston, Uyg'ur deymiz.
şu Rus sayaqlarının ko'zgusilar deb. Mana başının buni kengaytirgan holda Buni hammasi Rus'ta bu bütün asarlarda men de Rus tilida o'qiganim uchun men kitoblarni hamma asarlarimda rus tilida yozaman, nima qilman. Endi bundan tashqari o'sha proyekt bo'yicha hozir Rossiya geografik jamiyati mening bu kitobimga hozir bir mablag' chiqarib, anaskan boshqa bir kichkina hujjatlik filmni yaratganman. Bu hujjatlik filmning nomi Qadimiy Sharqiy Turkiston va Rossiya sayaqlarni ko'zi bilan degan u hujjatlik filmda. Bu kitob bilan hujjatlik filmda ular nihoyat qiziqib mana qarindoshlarimizga mana ko'rsataylik, bu narsada qilgan. Endi bu Moskvada bulto 2017-yili mana bu kitobim yangi chiqdi. Bu kitobim bu Sharqiy Turkiston qadim Uyg'ur Ipak yo'li bo'yicha chiqqan. Buni qadim Uyg'ur Ipak yo'li, Sharqiy Turkistonning Uyg'ur yo'lini buni mana kitobning chiqarishida bu ikki nashriyatlar bir-biriga raqobat bo'lib, axir bir nashriyat qilib, buni mana masning o'zida 1000 dona kitobning usulida o'zi chiqadi. Ikkinchi internet orqali internet izdaniya deymiz, internet chiqarishda 2000 dona bu chiqarib nima bo'ldi. Bu Uyg'urlarning madaniy hayotida bu nachi cho'ng boya aytgan so'zlarimga binoan Rossiyada Uyg'ur shunoslik fani rivojlangan. Shuning uchun bu Uyg'urning tarixiga, Uyg'ur xalqining mamlakatiga, vataniga, u yerdan chiqqan manbalarga nati qiziqish cho'ng bo'lgani uchun mana bu kitobni bular besib chiqarib, nati cho'ng bir bizga Uyg'ur xalqiga nati cho'ng nima qildi. Hamda bu kitobimizni agarda masalan birinchi betini ochadigan bo'lsak, birinchi betini olsak, dunyo olimlari Uyg'ur turklarining to'g'risida so'zlagan nimalari bayon keltirgan. Mana shu butun dunyoning olimlari hammasi qanday fikrda bo'lgan Uyg'urlarning tadqiqoti davrida nimalar qildi. Endi bu yerda Moskvada bu taqdimotini o'tkazib, u yerdan Sankt-Peterburg shahri bor. Sankt-Peterburg shahrida Davlat Ermitaj degan bir cho'ng muzey bor. O'sha cho'ng muzeyda shu rus ekspeditsiyalari ochib ketgan manbalar, boyliklarimiz va o'sha Uyg'urlarning qadim san'atiga oid narsalarni ochib ketgan. U Ermitajda men kirib ko'rdim. Tatdım bütün rasmlarni hammasini kerakligi joylarni tatdım. Kucha zali bor, Xotan zali bor, Turfon zali bor. Bütün uning ichidagi uni ko'rish so'z bilan ifodalab bo'lmaydi, uni ko'rish kerak. Ayrim zallar, uch cho'ng zallar bor. U yerda Ermitajda Sharq zali bor deydi, Sharq zali. Shu Sharq zalining ichida go'yda ichildi, go'yda ichilmadi. Ya'ni taqa u zallar kam bo'lgani uchun madaniy yodgorliklar, ya'ni taqa boshqa nimalarda ko'rsatib, nimalarga qo'yilmagan hali nimalar manbalar taqacha ko'milib yotadi. Endi o'sha zalning o'zining da shuna qilsangiz Kuchaning tarixi, Turpanning tarixi, Xotanning tarixi bütün o'sha bundan nimalarda bor. Mana qilgan narsalar bor. Ya'ni men anani qilmoqchiman. Endi inshaalloh hozir mana shu ikkinchi kitobimni hozir bular chiqaradigan bo'lsa, ikkinchi kitobim chiqaradigan bo'lsa, men uchun bu cho'ng futuq. Cho'ng futuq bo'ldi, nima bo'ldi. Endi Yevropaga shaxtan Sankt-Peterburgdan men Finlyandiyaga kirib ketdim. Finlandiyaga kirib, shu Finlandiyadan men Yevropaga berib, aylanib Yevropadan nima qildim. Endi men tomosha qilishga vaqtim yo'q. Mening maqsadli bu programmam shaxsiy mablag'imga, o'zimning mablag'imga asoslangan holda men u yerda bir kun, bir yarim kun to'xtashga to'g'ri keldi. Go'ypatda otellarda yotmasdan shu aeroportlarda o'tirib chiqishga to'g'ri keldi. Lekin bu ben rejalagan unumli programmam umrga oshdi. Ben u yerga bir kitobimni chiqarish maqsadida oldim. Mana bu Qadimiy Uyg'uriston, Qadimiy Sharqiy Turkistonning Yevropa sayyohlarining ko'zi bilan degan kitobim. Buni olishimning maqsadi ma'lumki bizning vatanimizga shu 19-asrning o'ttirlarida boshlab birinchi ingliz olimlari kirgan, keyin nemis olimlari, keyin Fransiyaning olimlari, keyin Rossiyaning olimlari, keyin Shvetsiyaning olimlari, Macaristonning olimlari va Finlandiyaning olimlari kirgan. Xo'sh. Hamda shu olimlar, o'sha ekspeditsiyalar bizning vatanimizga berib, ular bütün tarixiy manbalarni tepib, qo'l yozma bo'lamdi.
yodgorliklar bo'lamdi, madaniy san'atimizga tegishli qanchalik ashyolar bo'lamdi, ular hammasini ochib ketgan. Endi bugungi kunga men shuning isbotini oldimki, şu bütün Uyg'urning mana san'ati, tarixi, madaniyati şu 6 ta davlatning muzeylarida turli saqlanib. Shularni berib ko'rdim. Shular bilan muzokara oldim. Mana bu kitobni inglizchaga, bu kitobni fransuzchaga tarjimasi masalani qo'ydim. Shvetsiyada u yerdagi Uyg'ur qarindoshlar bilan ko'rishdim. Uyg'ur qarindoshlar hali menga yordam qilib, kerakli odamlar bilan uchrashuvlarni qilib, hammasini ya'ni yozib chizib nima qildik. U yerdan aslan men Macaristonga kelganda, Macaristonda meni Olmaotada 2012-yilda chiqqan bir kitobim bor. Shu kitobimning nomi Qadimiy Uyg'uriya. Qadimiy Uyg'uriya, Qadimiy Uyg'uriston degan nomlab qo'ygan etnik tarixi. Shu 5000 yillik tarixni men 2 yil davomida shu Moskvada yashab yurgan arxeolog manbalardan yig'ib yurgan maydalarni shuni bir chiqarishga muvaffaq bo'ldim. Shu kitobimni bir yil xabaringlarda 8-oyning 11-avgustida butun dunyo turk xalqlarining qurultoyi bo'ldi. Shu qurultoygacha biz bu kitobimizni tarjima qilib chiqarishga ulgurishimiz kerak, bizga qoldirib ketgan degan uchun men u kitobimni yerda qoldirdim. Qoldirib keldim-da, shu qoldim. Undan tashqari yana bir 4 kitobim bor. Endi umuman Turkiy xalqlarining taraqqiyotiga bag'ishlangan, ayniqsa Uyg'ur turklarining tarixiga bag'ishlangan, uning ichida masalan dunyo olimlari Uyg'urlar to'g'risida. Bu kitobimni endi men Moskvada chiqarma deb niyat qilib qo'ydim. Chunki men mafhumim cho'ngroq bo'ldi, nima qildi. Uning ichida endi Uyg'ur sivilizatsiyasi, Uyg'ur taraqqiyoti degan bir kitobimni uni nima qilishga u kitoblar ularni faqat chiqarish nima qoldi. Shu agarda sponsorlar tepilib shunga shu kitobga biz chiqarishga yordam nima qilgan bo'lsa bo'ldi. Endi undan tashqari men Yusuf Qasqajiy buvimizning bir mujilligiga tayyorgarlik ko'rgan holda men yana bir kichikgina o'zimning bir qissamni qo'shdim. Bu qissam mana Yusuf Qasqajiy Turk dunyosining buyuk mutafakkiri degan kitobimni chiqarishga da'vat qildik. Buningni hozir Moskvada qiziqib, Moskvada 2000 donani biz besib chiqaraylik. Bu nayte qiziq Rossiyada nayte biz qiziqish cho'ng degan ma'noda buni nima qildi. Men endi bu yerga Turkiyaga yana olim quruq qo'li bilan kelmaydi degandek, shu bu yerda boshqa bu kitobimning birini akaldim. Bu kitobimning mana bu bevosita Turk davlatlarining Yevrosiyo Turk davlatlarining tarixi. Milodiy 9-asrdan bugun 19-asrgacha mana shu butun tarixiy kitoblar hammasini shuni yig'ib to'plab mana 1,5 yil ichida yig'ib qildik. Hamda shu kitobim va Markaziy Osiyo turklari degan kitobim va Turk sivilizatsiyasi, Turk taraqqiyoti degan shu 3 kitobimni shu Turkiyaga kelib bir yaxshi niyat bilan keldim. Yashada qiziqish bo'lsa, yashada ha Uyg'ur qarindoshlarimiz bo'ldi, Turk qarindoshlarimiz bo'ldi. Bu yerda men bilishimcha ko'p vakiflar bor ekan. Shu vakiflarda qiziqish cho'ng tarixga nima qildi? Bizda kengroq manbalar bo'lgan uchun men shu kitoblarni olib keldim. Bir umid bilan agarda shu kitoblarni Uyg'urchaga tarjima qilinadi bormi kitoblar? Bor. Boshlangan hammasini Uyg'ur tiliga tarjima qilish mumkin. Ayniqsa mana shu bu yo Uyg'ur tilida texi bu kitoblar chiqqani yo'q. Endi o kitobimni Uyg'ur tiliga tarjima qilib Olmaotada chiqaramiz deyishdi. Endi hozir uning qanchalik tayyorligini bilmayman. Lekin buni chiqishni bularga mablag' lozim. Mablag' bo'lsa bu kitoblarni chiqarib dunyoga taqdim etish mumkin. Chunki qiziqish Uyg'urning tarixiga qiziqish cho'ng, chunki turkiy xalqlarning ichida eng cho'ng bir iz qoldirgan taraqqiyot jihatdan, moddiy jihatdan, faoliyat jihatdan, ayniqsa davlatlari jihatdan, hattoki mana shu kitobdami Turkiy davlatlarining tarixidan kitobidami bu yerda masalan butun Uyg'ur davlatlarining tarixini kirgizayotganman. Mana masalan bu yerda o'sha bu Sharqiy Turkistonda, Mo'g'ulistonlarda atroflarida, Oltoylarda qurilgan Uyg'ur davlatlarining mana 2-bobi butun Uyg'ur davlatlarining nimalariga ko'rsatilgan. Bu yerda hamda bu yerda qadim zamondan Turk davlatida vujudga kelganlardan to'g'risida, aniqkan o'rta asrlarda kelgan bu davlatda, buning ichida Osmonli imperiyasi mana qanchalik bu yerda 500 yil hukmron bo'lib, bu yerlarda hammasini qilib
oxirida bu kitabimning oxirida bir fikr qilib yuritib, Turk dunyosining madaniyat, Turk dunyosining nimasida mana masalan Turk davlatlaridan shunchalik biz iz qoldirgan ekanmiz. Biz Turkiy davlatda bugun o'zida nima qilishimiz kerak, qanday ishlarni qilishimiz kerak, Turkiy xalqlarning qilgan madaniyat sohasida, rivojlanish sohasida qilgan narsa bu noiti olqishlarga sazovor. Olqishlarga sazovor. Shu maqsadda mana shu kitoblarni yig'ishga muyassar bo'ldik. Ko'p rahmat, haqiqatan yaxshi bir ma'lumot bo'ldi. Suhbatimizda vaqt munosabatlaridan mishada to'xtatsak bu bölümni inshaalloh yana bir qatimliq sonimizda buni davomlashtirib, ikkinchi bo'limda davomlashtiramiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, vaqt munosabati bilan mishada bu qatimliq programmamizni oyoqlashtiramiz. İkinci sonimizda yana shu kelgan yerimizdan boshlab diqqatimiz bo'ldi inshaalloh. Yana bir qatim ko'rishguncha Alloh subhanahu va taologa topshiramiz hammalarni. Hurmatli doktor Abdul Turan akamizga ko'p rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.